Assalomu alaykum hammaga. Demak, navbatda video yechimi, ya'ni attestatsiya spesifikatsiyasi asosida tuzilgan e, mavzulashtirilgan testlarimizdan 3-testimizni yechimi. Xo'p, birinchi misolimizda aytyaptiki, yana aynan qoldiqli bo'lishga oid misol 13 ning 2025 darajasini, ya'ni 14 ga bo'lgandagidek qoldiqni toping, deyapti. Xo'p, endi qarang ustoz, bu misolni ishlash uchun biz Euler teoremasidan foydalanamiz. Xo'p, Euler teoremasi qanaqa bo'ladi? Masalan, misol uchun a ni biror bir n darajasini m ga bo'ladigan bo'lsak, bu paytda endi mana bu yerda a va m sonlari o'zaro tub son bo'lishi kerak. Ya'ni bu degani umumiy bo'luvchisi 1 ga teng bo'lishi kerak. Keyin aytadiki, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, a ning phi m darajasini m ga bo'lgan paytimizda nima bo'ladi? Bir qoladi deb aytib ketadi. O'sha mod 1 degani, 1 mod m degani m ga bo'lgandagi qoldig'imiz 1 ga teng bo'ladi, deyapti. Xo'p, endi qarang, phi m nima? Phi m degani mana bu m sonini tub ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak, mana alfa 1, p2, alfa 2 va hokazo pn alfa n bo'ladigan bo'lsa, phi m nimaga teng bo'ladi? Phi m sonimiz mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni m ko'paytirilgan 1 minus 1 taqsim p1, xo'p, 1 minus 1 taqsim p2 i va hokazo 1 minus 1 taqsim pn ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, endi shu bo'yicha ishlaymiz. Qarang endi. Biz hozir nima qilamiz endi? 14 ni tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. Demak, 14 sonimiz 2 kere 7 bo'lgan tub ko'paytiruvchiga ajraladi. Endi phi 14 ni topadigan bo'lsak, 14 ko'paytirgan 1 minus 1 taqsim 2, 1 minus 1 taqsim 7 bo'lgan ko'paytiruvchiga ajraladi. Ko'rinishga keladi. Ya'ni 14 ko'paytirgan 1 taqsim 2 ko'paytirgan 6 taqsim 7. Ya'ni nima bo'lib qoldi? Qisqarib ketdi-da 6 degan javob kelib chiqdi. Demak, phi 14 imiz nimaga teng bo'lib qoldi? 6 ga teng bo'lib qoldi. Bu degani nima degani? Bu degani 13 ning 6-darajasini 14 ga bo'ladigan bo'lsam, nima qandaydir a son chiqadi-da, bir qoladi degandek gap bo'lib qoldi. Xo'p, endi qarang ustoz, uchinchisi. Demak, mana bu 13 ning 2025 darajasini nima deb yozib olaman? 13 ning kubi ko'paytirilgan 13 ni 6-darajasini, ya'ni 2022 bo'ladigan bo'lsa, 16 ga bo'lsak 337 bo'lib qoldi. 337 bo'lib qoldi. Xo'p, endi qarang. 13 ni 6-darajasini, xo'p, 337-darajasini men 14 ga bo'ladigan bo'lsam, qandaydir a chiqib bir qolib ketadi. Chunki sababi biz isbotladik. 13 ni 6-darajasini 14 ga bo'lgan paytda bir qoladi. Demak, unda qanaqa daraja bo'lgani bilan farqi yo'q. Biz nima qildik? Faqat endi 13 ning kubini 14 ga bo'lgandek qoldim topsak yetarli. Ya'ni bu degani 13 ko'paytirgan 169 bo'lib qoladi. O'shani 14 ga bo'lgandek qoldiq bo'ladi. Endi qarang, 13 ko'paytirgan 169 ni 168 qo'shilgan 1 qiladigan bo'lsak, 168 soni bu 14 ga bo'linadi. 168 ni 14 ga bo'lsak bo'ladi. Demak, javob bizda 13 kere 1. Ya'ni javobimiz 13 nima bo'lar ekan? Qoldiq ketar ekan. Chunki 13 kere 1 qolib ketdi. Demak, birinchi sonimizda qoldiq nimaga teng bo'lib qoldi? 13 ga teng bo'lib qoldi. Xo'p, ikkinchi misolda nima deyapti? Ikkinchi misolimizda 17 ning 609 darajasini 16 ga bo'lgandagi qoldiqni toping, deyapti. Xo'p, endi qarang, bu juda ham oson bu. Mana bu 17 ni 16 qo'shilgan 1 ning 609 darajasi bo'lingan 16 qilsak bo'ladi. Endi mana bu 16 soni 16 ga bo'linganligi uchun u qismni tashlab yuborsak, bundan kelib chiqadiki 1 ni 609 darajasi. Demak, 1 qolib ketar ekan. Demak, 17 ning 609 darajasi nima bo'lar ekan? 1 qolib qolar ekan, qachonki mod 16 bo'lgan paytda. Ya'ni bu degani
17,609 darajasini 16 ga bo'lgan paytda bir qoldiq qolar ekan. Xo'p, uchinchi misolimiz. Demak, javob nima bo'ldi bizada? Javob A javobiga to'g'ri keldi. Hop, uchinchi misolimizda yig'indini 9 ga bo'lgandagi qoldiqni toping, deyapti. Xo'p, endi ustoz qarang, boshladik. 2025 ning 2026 darajasini birinchi 9 ga bo'lib ko'ramiz. Xo'p, endi qarang, 2025 soni, 2025 soni bu bizada 9 kere 225 ni 2026 darajasi bo'lib qoldi. Demak, bundan kelib chiqadiki, asos 9 ni karralisi ekanmi? Demak, bu son nima bo'ladi? 100% 9 ga bo'linadi-da. Demak, bunda qanday katta A son chiqib 0 qoldi qolar ekan. Endi qarang, 2026 ning 2027 darajasini 9 ga bo'lganda qoldiq so'raydigan bo'lsa, biz nima deb yozib olamiz endi? 2025 qo'shilgan 1 ning 2027 darajasi bo'ladi. Xo'p, endi 2025 soni 9 ga bo'linganligi uchun bizda javob nima chiqadi? Bir qoldi qolar ekan. Demak, umumiy ko'radigan bo'lsak, javob nima bo'ldi? 0 qo'shilgan 1 bo'ldida, 1 qoldi qolib ketdi. Demak, javobimiz nimaga to'g'ri kelib qoldi? D javobiga to'g'ri kelib qoldi. Xo'sh, endi 4-chi misol. Qarang. 13 ni 2026 darajasini birinchi safar 12 ga bo'lib qoldi topaman. 18 ning 2026 darajasini 12 ga bo'lib qoldi topaman. Endi qarang, 13 asosni 12 qo'shilgan 1 ning 2026 darajasi qilsam bo'ladi. Bo'lingan 12. Xo'p, 12 bilan 12 qisqarib ketadigan bo'lsa, yana bundan kelib chiqadiki, qoldiq nima bo'lar ekan? 1 qoldiq qolar ekan. Xo'p, endi qarang, 2026 darajada 18 ni 2026 darajasi. Xo'p, buni nima deb yoza olamiz? Endi qarang, men buni 18 ning kvadratining 1013 darajasi deb yozib olaman. Xo'p, endi 324 ni 1013 darajasi bo'lingan 12. Endi bizda ustoda 324 soni bu 12 ga bo'linadi. O'shaning uchun bundan kelib chiqadiki, qoldiq 0 bo'ladi. Umumiy yig'indidagi qoldiq ham nima kelib chiqdi? 1 lik kelib chiqdi. Demak, bu misolimizdagi javob ham nima ekan? 1 lik kelib chiqdi. Xo'sh, ana endi qarang ustoz. 5-misol. 11 ni 2026 darajasini 36 ga bo'lgandek qoldiq. Xo'p, ustoz, bu yerdan biz nima qilamiz endi? Euler teoremasidan foydalanamiz. Euler teoremasidan foydalanamiz. Ya'ni nima qilamiz? Boyagidek narsa. Xo'p. Nima bo'lish kerak edi? A bilan m sonlari o'zaro tub bo'lish kerak edi. Keyin nima edi? A ni phi m darajasini m ga bo'lgan paytimda nima bo'lardi? Qanday A chiqib bir qoldi qolib ketardi. A chiqib nima bo'lardi? Bir qoldi qolib ketar edi. Xo'p, endi bu yerda phi m nimaga teng bo'lardi? Birinchi m tub ko'paytuvchi ajratardik. P1 ni alfa 1 darajasi, P2 ni alfa 2 darajasi va hokazo Pn ni alfa n darajasi. Xo'p, endi phi m nimaga teng deydigan bo'lsak, phi m bu m ko'paytirilgan 1 minus 1 taqsim P1, xo'p, 1 minus 1 taqsim P2 va hokazo 1 minus 1 taqsim nima bo'lardi? Pn bo'lardi. Xo'p, shu narsadan foydalanamiz. Ya'ni bu Euler teoremasi bo'ladi. Asosiysi mana shu Euler funksiyasi desak ham bo'ladi. Euler funksiyasi ham deyiladi. Xo'p, endi qarang, birinchi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Birinchi qiladigan ishimiz 36 ni tub ko'paytuvchiga ajratsak, 2 ning kvadrati 3 ning kvadrati bo'ladi. Demak, endi phi m ni topadigan bo'lsak, ya'ni phi 36 bo'ladi, m 36 ko'paytirilgan 1 minus 1 taqsim 2, 1 minus 1 taqsim 3 bo'ladi. Xo'p, demak bundan kelib chiqadiki, endi bizda bu 36 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 va 2 taqsim 3 bo'ldi. Bu bilan bu qisqarib ketdi, demak 6 bo'ldi. Demak javob 12 degan javob kelib chiqdi. Endi bu degani nima degani? Endi bu degani mana bu 11 ning 12-darajasini 36 ga bo'ladigan bo'lsam,
nima bo'lar ekan? Bir qoldiq qolib ketar ekan. Mana bu shart bo'yicha. Hop, endi qarang. Yechimda 3-chi qiladigan ishimiz. 11 2026 darajasini nima qilishimiz kerak endi? 12 darajaga to'g'irlashimiz kerak. Ya'ni 12 darajaga to'g'irlashimiz kerak bo'ladi. Mana 2026 ni demak 12 ga bo'ladigan bo'lsak, hop, qanday bo'lib qolar ekan? 11 10 darajasi, 11 10 darajasi, keyin hop 11 12 darajasini 168 darajasi bo'lar ekan. Chunki mana qaranglar, 168 ni 12 ga ko'paytirsak 2016. 10 ga 10 ni qo'shadigan bo'lsak 2026 bo'ladi. Endi boyagi holat bo'yicha ustoz mana qarang. 11 12 darajasining 168 darajasini demak men endi 36 ga bo'lsam, mana isbotladik-ku. 11 12 darajasini 36 ga bo'lsa 1 qoldiq qoladi. Demak bunda qanday a bo'lib 1 qoldiq qoldi va biz faqat nimani ko'rsak bo'ldi endi? 11 10 darajasini 36 ga bo'lganda qoldiqni ko'rsak bo'ldi. Xo'p, endi qarang, men buni nima yozib olaman? 11 kvadratini 5 darajasi bo'ladi. Ya'ni bu degani 121 ni 5 darajasi bo'lib qoldi. 36 ga bo'lganda qoldi. 121 nima deb yozib olaman? 108 qo'shilgan 13 ni 5 darajasi bo'ladi. 36. 108 36 ga bo'linganligi uchun nima qildim endi? 13 ni 5 darajasini ko'ramiz. Endi 13 ni 5 darajasini ham yozib olamiz. Qarang, 13 ko'paytirgan 169 ning kvadrati qilib yozib olaman. 169 ning kvadrati bo'ladi. Xo'p, endi qarang, 169 bo'ladigan bo'lsa, 169 ni 13 ko'paytirgan 144 qo'shilgan 25 ning kvadrati qilib yozib olaman. Bo'lingan 36. Mana bu 144 36 ga bo'linganligi uchun demak nima degan javob kelib chiqdi? 13 kere 25 kvadrati 625. Xo'p, bo'lingan 36. Endi qarang, bundan kelib chiqadiki 13 ko'paytirilgan 625 ni 612 qo'shilgan 13 qilib yozib olaman. Bo'lingan 36. 612 ham 36 ga bo'linadi. 612 ham 36 ga bo'linadi. Bundan kelib chiqadiki nima qoldi menda? 13 ni ko'paytirgan 13 ga bo'lsam 36 ga. Bo'ldi, o'sha javob kelib chiqadi. Ya'ni 169 bo'lingan 36 bo'ldi. Demak bizda nima bo'ldi endi? 144 qo'shilgan 25 ni bo'lamiz 36 ga bo'ldi. Qisqarib ketadi va o'z-o'zidan javob nimaligi kelib chiqdi? 25 qoldiq qolar ekan. Demak javobimiz nima bo'ldi? 25 ekanligi kelib chiqdi. Ustozlar, demak Euler va Fermat teoremalarini xudo xolasa kanalda chiroyli qilib bitta video dars qilib beriladi. Ya'ni o'sha darajali sonlarni boshqa biror bir songa bo'lgandagi qoldiqni topish uchun foydalanadigan teoremalar. Xudo xohlasa bu Attidok kanalda chiroyli dars o'tib beriladi. Hop, yana bitta narsa, bu video yechimlarni yoki bizning kanalimizda maktabdagi metod birlashma guruhlariga, tanish matematik ustozlarga yoki milliy sertifikat topshirmoqchi bo'lgan abituriyentlarga jo'natib qo'ying. Ular ham tekin bilimlarni olib, o'z darajalarini yaxshilab, o'zlari xohlagan natijaga erishsin. Va biz siz bilan birga xudo xolasa attestatsiya imtihonigacha doimiy tarzda birgamiz va o'z toifamizga birgalikda erishamiz. Xo'p, omon bo'linglar.